Kuzatuvchilari, bugun biz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on Valjan mahallasiga kelganmiz. Do'stimni polyasi mani. Bu duga qaysi vaqtda qilingan dedi do'stim? 25-fevralda qilingan. 2026-yil 25-fevral. Duga, klyonkaga nech pul xarajat qildingiz? Duga klyonkasiga 8 million xarajat qildim, 7 sutiga. Aha. Ko'chat nech pulga kelgan? Ko'chati 10 million. Ko'chati 10 million. Xo'p, hozirgi kunda endi hozir 3-terim uzdingizmi kecha? Kecha 3-terim terdim. Nech pul bo'ldi hozirgacha bo'lgan summasi endi o'shandayda? 3-terimi 2,5 ming dollar bo'ldi. Xo'sh, endi massaga kirdi-da. Endi nasib bo'lsa mana 4-terim massaga kirdi. Hozir hosillarni bir ko'rsatib ketamiz. Bu navimiz o'sha hamisha biza aytib maqtab kelayotgan alba navi. Mana hosillari. Juda ham ko'p, hali endi pishib kelyapti mana. Kecha uzilgan, nasib bo'lsa bugun yana suv qo'yadi. 1-2 kundan qizartirib uzamiz mana hosillar kattalik. Narx-navo qanday bo'lyapti do'stim? Narx-navo endi kundan-kunga o'zgaryapti. 55 ming, 50 ming, 45 ming sotyapmiz. Barkasini bersin. Bu yer 7 sutik dedingiz a? 7 sutiga albaga kelganda biz 45 sutiga kelgan. 7 sutik alba. 3 xil nav bor. Endi jo'ra qarang, hozirgacha Viktoriya ekib yuruvdik hammamiz. Bu navda ekdingiz mana. Nima farqini nima deb aytasiz? Farqi buni bozori yaxshi ekan, keyin yirik bo'lar ekan. Keyin hosildorliklari ham yaxshi. Aha. Bozorga klientlari juda ham darajani olish darajasi ko'p ekanda buni. Turib berish qanday bir uzilgandan keyin? Mevasi. 3 kunlargacha turar ekan. Ha. Ezilmagan, qattiq ekan. Sotishga qiyinchilik bo'lmayaptimi sotishda? Sotishga tala-tala. Bozorga chiqyapsizmi, shu yerdan ketyapti? Ya uydan berib yuborib, yerdan polyan yuboryapmiz, bozorga borganmiz. Bozorga borishga savdogarlar qo'ymayapti. Mana aziz yurtdoshlar. Qulupnaylar. Kimda kim shu qulupnaydan ko'paytirmoqchi, shu biznesga kirmoqchi bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Mana shu yerda Valjan mahallasidagi katta polya. Hamma joyi qulupnay. Endi qiziquvchilar bo'lsa, ko'chatidan olamiz. Qachon kelsa bo'ladi, do'stim? Keyin avgust oyida boshlanadi ekish. Ko'chat qo'yiladi, avgust-sentyabrga boshlanadi. O'sha vaqtida ko'chat taxlib berasiz. Asosan o'zi avgust oyi keladi-da. Ikkinchi hosilni beradi avgustda eksa. Ko'chatimiz cheklanmaganmi? Ha, ko'chat ko'p. Karitska ham bor. Kellerdan. Kler, ya? Bu klerlarimizni tomonda ekan, unga duga yopilmagan ekan, o'sha uchun yoqqa o'tayotmadik. Pishganini ko'rsatdik. Mana bu yerda bir chiroyli turibdi ekan, mana bir qatorlik. Hosildorligi ham yuqori. Mana hosillar. Erta pishar alba. Munchoq terilgan. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'ldan kelgancha dehqonlarda erishgan natijalarini, yaxshi natijalarini ulashib boramiz.